Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun mana talab va istaklarga binoan sizlarni YouTube'dagi kommentariyalarga, to есть javob berishga harakat qilamiz va shu kommentariyalarning ichidan ko'p bir-biriga o'xshash savollar bor ekan, o'shalarni bitta qilib va boshqacharoq kommentariyalarga javob berishga harakat qilamiz. Biz YouTube'ga ham javob berganmiz. Agar ko'rmay qolgan bo'lsalaring, agar shu videoni ko'rib javob olsalaring bo'ladi savollaringga. Xo'p, birinchi abituriyentimiz savol yo'llaganlar YouTube orqali: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Neft yoki ishlab chiqarish o'qishlari bo'yicha ma'lumot bering deb Abdullajonov To'lanboy akamiz va qanaqa dokument kerak bo'ladi, rasxodlari o'rtacha qancha bo'ladi, aytishda iloji bormi deb yozibdilar. Xo'p, neft gaz yo'nalishlari bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, bu sirtqi va ochnisi mavjud. O'rtacha kontrakt narxlari 70 ming rubldan 800 ming 900 ming rublgacha bo'lishi mumkin. 70 ming zaochni va 200-300 mingdan ochnilari boshlanadi. Grantga ham o'qishga kirsa bo'ladi. Qanaqa hujjatlar kerak deb yozgan ekanlar. Hujjatlardan pasport, attestat maktabni bitirgan bo'lsalar yoki diplom kollejni bitirgan bo'lsalar, shu dokumentlarimizga borasiz va biz o'sha dokumentlaringizni ko'rib chiqib, albatta yordam beramiz shu o'qishingizga. Xo'p, ikkinchi abituriyentimiz savol yo'llabdilar. Yo'ldoshev Bahodir degan, bu ham YouTube orqali: Assalomu alaykum, Rossiyada eng arzon va eng qimmat meditsinskiy institutlarda kontrakt miqdori qancha, kirish ehtimoli qanaqa, byudjetga kirsa bo'ladimi? Esenki fuqarolarga imtiyozi bormi? Rahmat oldindan yozibdilar. Xo'p, eng arzon meditsinskiy yo'nalishlar Sankt-Peterburgda bu где-то 280 mingdan boshlanadi, bu yo'q ketdi 500 ming rublgacha. Xo'p, albatta byudjetga ham o'qishga kirsa bo'ladi, как соотечественник. Bu narsaning ham iloji bor. Albatta sizlarga yordam bera olamiz bu byudjetga kirishga ham. U yerda дополнительный dokumentlar kerak bo'ladi. O'sha dokumentlarni bizga yozsangiz biz sizlarga aytamiz va grantga ham kirishga yordam beramiz. Xo'p, keyingi hamyurtimiz savol yo'llabdilar. Alloyorova Nazuka topamiz. Assalomu alaykum, Rossiyada diplom olsa O'zbekistonda ishlay oladimi? Oldindan rahmat deb yozibdilar. Xo'p, 2019-yil 30-may kuni Urganch shahrida memorandum bo'lib o'tgan. O'sha memorandumdan keyin barcha Rossiya davlat diplomlari O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri tan olinadi. Bu degani, siz O'zbekistonga borib hech qanaqa imtihon topshirmasdan primoy ishga kirsangiz bo'ladi. Oldinlari ekzamen topshirilishgan, bu diplom tan oldirishlik uchun. Hozir unaqa narsa shart emas. Ko'rayotgan bo'lsalaring, O'zbekistondan 2019-yildan keyin kelib, to'g'ri primoy o'qishga kirib ketasizlar. Hech qanaqa bir nostrifikatsiya, unaqa narsa so'ramaymiz. O'shandan kelib chiqsak, albatta borib O'zbekistonga bemalol ishlasalaring bo'ladi. Imminni davlat universitetini tugatib. Xo'p, keyingi vatandoshimiz kommentariy yozibdilar. Karimova Diora opamiz: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Patent kerakmi o'qishga kirish uchun deb yozibdilar. Xo'p, patent kerak bo'lishi mumkin. Siz qachonki zaochniga o'qisangiz agar, sirtqiga o'qisangiz agar kerak bo'lishi mumkin. Siz u paytda rabota bilan yurasiz, migratsionda patent qilib yurasiz. 6 oydan 15 kun faqat o'qishga kelib, sessiyaga qatnashib ketishingiz kerak bo'ladi. Agar siz patent qilmoqchi bo'lmasangiz agar, o'qishga kirib, siz sel viyezdani o'zgartirasiz uchopaga va siz kechki o'qishga kirasiz. Sirtqiga emas, kechkiga. Bu degani haftada 2-3 kun o'qishga boriladi. Va o'shandan kelib chiqib siz hech qanaqa patent qilmasdan faqat registratsiyani o'zini qilib yursangiz bo'ladi. Shunaqa o'qishlarimiz ham bor. Distansionni o'qiysiz, o'qish davomida o'qishga kelmasdan o'qisa ham bo'ladi. Endi u ko'proq sal yosh kattaroqlarga to'g'ri kelsa ham bo'ladi. Xo'p, keyingi vatandoshimizning kommentariyalarini o'qiyman. Xolmurodova Sevar opamiz: Kimyo magistraturaga kirmoqchiman. Biron-bir universitetni tavsiya qila olasizmi? Xo'p, kimyo magistraturaga kirmoqchi bo'lsangiz, albatta, agar sizga kattaroq shaharlarga kerak bo'lsa, agar Piter yoki Moskvaga, Peterda men Rossiya davlat pedagogika universitetini maslahat bergan bo'lardim, Imna Gertsini. Xo'p, SPBGU degan universitet bor yoki texnologik institut degan universitetlarimiz bor. Shu yerda albatta kimyo va biotexnologiya yoki kimyoni o'ziga ham magistraturaga qabul qilishadi. Grant yoki kontrakt asosida ham o'qisangiz bo'ladi. Moskvada bo'ladigan bo'lsa agar, Moskvada MGU shunga o'xshagan universitetlar bor. Ular hammasiga agar kirish bo'yicha yozsangiz agar, hammasiga yordam beramiz. Konsultatsiya qilamiz. Sizni qiziqishlaringizdan kelib chiqib va sizni bilimingiz darajasidan kelib chiqib universitet taklif qilamiz. Xo'p, keyingi hamyurtimizni kommentariyalarni o'qisak, Bekzod
D4K yozilgan YouTube'da. Xo'p, savollar hozir o'zbidan uchaba qilib kelsa bo'ladimi? Bu aktualniy вопрос. Hozir данный moment qilib kelishlaring hojati yo'q, chunki agar siz hozir uchaba qilib kelsangiz, bugun erta siz keyin o'qish boshlangandan keyin bir marta zayiz viz qilishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Siz iyul oyining boshida kelsangiz ham bo'ladi o'qishga. Hozir bizga hujjat topshirib qo'yib, distansionni siz o'zingiz iyul oyining boshida o'qishga kelsangiz bo'ladi. Chunki siz kelganingizdan keyin 3 oylik registratsiya qilasiz va o'sha registratsiya sizda 1-oktyabrgacha bo'ladi. O'qishni qachon o'sha uchaba deb kelganingizdan qachon cho'zdirsa bo'ladi? 30-avgustdan keyin barcha hamma universitetlarga prikaz chiqadi. O'shandan keyin borib siznikini продление qilsak bo'ladi. Продление uchun minimalniy universitet 25 kundan 45 kungacha vaqt so'raydi. O'shan hisobiga kelganingizdan keyin siz granitsaga yana bir marta borib kelmasligingiz uchun где-то shu iyul oyining boshiga kelganingiz ma'qul. Xo'p, keyingi hamyurtimiz kommentariyalarini o'qiyman. Sapay va Nurgul opamiz yozgan ekanlar. Xo'p, o'g'lim temir yo'l universitetida o'qiyapti, juda qiynalib o'qiyapti. Domlalar zachotkalarni qo'yib bermay yuribdi, patent bilan kechqurun ishlaydi deb yozibdilar. Unda chunki bu yerda sizlarni ham ayblamayman, o'g'lingizni ham ayblamayman, chunki bor boshqa boshqa firmalar bor. Siz kelasiz, просто ularga farqi yo'q. Ertagingizni kelajagingiz qanaqa, sizni aksiyani qivoradimi, qivormaydimi, ularga farqi yo'q. Lekin bizga выгодно, что siz ertaga o'qishingizni bitirib, diplom olishingiz, chunki ertaga baribir bitta va vatan O'zbekistondan biz yoki boshqa nima emas, ko'z ko'zga tushishi bor degan narsalar bor. O'shandan kelib chiqib, siz biza har bitta odamni chaqiramiz universitetga, mana konsultatsiya qilamiz. O'zi sizni возможностьdan kelib chiqib, sizni til bilish darajangizdan kelib chiqib, qiziqishlaringizdan kelib chiqib, universitet taklif qilamiz. Va ertaga shu universitetingizga shu bitirgunizcha biz o'zimiz qo'llagancha yordam beramiz. O'shaning uchun to'g'ri konsultatsiya olish birinchi o'rinda o'qishga kirayotgan vaqt eng nima desa bo'ladi, kerakli narsalardan biri o'qishga kirayotgan vaqt. Xo'p, keyingi kommentariyamiz Anvar Rahimov akamiz yozibdi ekan. O'zbekistonga kelgandan keyin iqtisodiyot instituti diplomiga o'tadimi, qayerga murojaat qilish kerak? Albatta, iqtisodiyot, ekonomika, menejment o'zi вообще bu o'lmaydigan kasb degan bo'ladi. Da hozir IT, boshqa sun'iy intellekt deyapti, lekin baribir iqtisodiyot hamma joyga kerak. Chunki hozirgacha, misol uchun, sun'iy intellekt ham qanaqadir oddiy bitta firmani balanslarini yoki bir qanaqadir otchetlarini to'g'ri sizga qilib bera olmaydi, to'g'ri prognoz ham qilib bera olmaydi. Sizga variant berish mumkin, qanday qilish kerak, lekin sizga to'g'ri qilib bera olmaydi. Shuning uchun siz davlat diplomini olib, Rossiya davlat diplomini olib, ertaga nimadir o'rganib chiqishingiz kerak bor universitetdan, nimadir o'rganib chiqib O'zbekistonda ishlamoqchi bo'lsangiz, universitetdan yaxshiroq ko'proq narsa o'rganib borib ishlasangiz bo'ladi albatta. Diplomi o'tishi borasida hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Diplomi albatta o'tadi. Lekin siz qanaqa bilim olganligingizni ham O'zbekistonga borganingizdan keyin o'sha o'zingiz korxonangiz bo'ladimi, qanaqa davlat korxonasi bo'ladimi, o'shalarga ko'rsatib berishligingiz kerak. Bir oy 2 oy ichida mana misol uchun mana shunaqa narsalarni o'rgandim degan, o'shandan kelib chiqib siz tezroq ishga повышениyaga erishishingiz mumkin. Hop, keyingi kommentariya Orifjonov Vostxon akamiz yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, Medinus feldsherlik yo'nalishi ham ma'lumot bering. Hop, keyingi hamyurtimizdan kelgan kommentariyani o'qiyman. Orifjonov Vostxon, assalomu alaykum, Medinus feldsherlik yo'nalishi haqida ham ma'lumot bering yozibdilar. Hop, feldsherlik yo'nalishi bu skoriy pomoshda ishlasangiz bo'ladi. Bu sohani bitirib, bu yo'nalishda yoki qanaqadir vrach yordamchisi bo'lsangiz bo'ladi katta operatsiyalarda. Bu nima desa bo'ladi? Bu sohada ishlashligingiz uchun siz imенно 6 yil medinistda o'qishingiz shart emas. 2-3 yil o'zini spetsialniy med uchiliklari bor, o'sha yerlarda o'qib, shu sohangiz bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Imенно 6 yil sarflashingiz shart emas. Da unaqa yo'nalish, unaqa kollejdagi ham o'zimiz kirgizib bera olamiz. Agar siz shu videoni ko'rib turganmisiz, albatta bizga aloqaga chiqing, biz o'zimiz sizga yordam beramiz. Xo'p, sizlarga qiziq bo'lyapti degan umiddamiz shu yozgan javob berayotgan kommentariyalarimizda. Agar sizlar ham shu videoni ko'rib turib qanaqadir savollaring paydo bo'lgan bo'lsa, agar shu video tagida yozib qoldiringlar o'zlaringiz savollaring, chunki o'sha video ko'rayotgan vaqt odamda qanaqadir savol paydo bo'ladi. O'shani yozib qo'ysalar agar biz ko'rib chiqib, keyingi videomizda sizni savolingizga ham javob berishimiz mumkin. Yoki primoy biz bilan bog'laninglar, o'sha Telegram nomer orqali yoki primoy Rossiyada bo'lsangiz ofisimizga kelib bog'laninglar, o'zimiz primoy javob beramiz savollaringizga. Xo'p, keyingi kommentariyani o'qiyman. Marhabo opamizdan kelgan ekan, magistraturaga ham o'qisa bo'ladi.
Unda magistraturaga ham o'qisangiz bo'ladi. Siz xoh shu yerda o'qib tugatgan bo'lsangiz ham bakalavrda, xoh O'zbekistonda, xoh barcha stran SNG tam Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda o'qigan bo'lsangiz ham bakalavriatni kelib bu yerda zaochniy yoki ochniy o'qishga kirsangiz bo'ladi magistraturaga ham. Magistratura ochniy 2 yil, zaochniy 2 yil 10 oy bo'ladi. O'zi magistratura ham haftaga 2-3 marta kechqurun, ochnisi ham haftaga 2-3 marta kechqurunroq dars bo'ladi. Ko'p dars bo'lmaydi, chunki magistratura ko'proq samoстоятельная работа degani. Ko'proq sizga tema berishadi, o'sha temani исследовать qilasiz. Shuning uchun albatta magistraturaga ham o'qisangiz bo'ladi kelib. Keyin shuni aytib o'taman, что siz bakalavrda boshqa yo'nalishga tugatib, misol uchun siz geografiyani tugatdingiz yoki matematikani tugatdingiz bakalavrda, bu yerga kelib siz boshqacharoq fanga kirsangiz bo'ladi, misol uchun ekonomika yoki bir yuridический kirsangiz bo'ladi. Faqatgina meditsinaga kira olmaysiz, shu joy bor. Tak boshqa yo'nalishingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa savol beradi, shuning uchun aytib o'tib ketaman. Xo'p, keyingi kommentariy Optim Adejda degan akamizdan kelganlar profil egasidan qaysi dokumentlar kerak, qayerga topshirish kerak deb yozibdilar. Dokumentlardan oldingi videolarimizda ham aytganmiz, pasportingiz, diplom yoki attestat maktab yoki kollejni bitirganga qarab va hozircha shularni bizga Telegram orqali yoki ofisimizga kelib olib berasiz. Ofisimizning adresi, kanalimizda bor yoki video tagida Telegram boya aytganga o'xshab nomerlarga bog'lanib, ofisimizning adresini bilib olsalar ham bo'ladi. Yoki kela olmasalar agar onlayn tashlab bersalar ham bo'ladi. Biz ko'rib chiqib sizlarga aytamiz, qanadir kamchilik bo'lsa kamchiligini yoki yo'nalish tanlaymiz, shu yerda keyingi etapga o'tib ketamiz hozir. Xo'p, keyingi kommentariyimiz Esanova Muqoya opamizdan kelibdi. Tish doktorlikka qiziqaman, o'qishga kirish va ham ma'lumotlar aytib o'tsangiz iltimos. Xo'p, stomatologiyaga o'qishga so'rabdilar opamiz. Xo'p, Peterda 4 ta universitet bor. Agar Peterga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, Moskvada ham bor ancha meditsina universitetlari, stomatologiya o'qiyman siz agar. O'qish 5 yil bo'ladi stomatologiyaga. Bu yerga o'qishga kirish uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Dokumentlar shu pasport, attestat, shu aytganimga o'xshab, shuni bizga yuborsangiz agar Telegram orqali biz sizga aytamiz, bog'lanamiz o'zimiz. Xo'p, lekin bu yerda meditsinaga kirayotgan odamlarga aytmoqchiman, imminni ximiya biologiyadan ozroq tayyorlanish kerak. Nima uchun? Ertaga o'qishga kirganlaringdan keyin qiynalib qolmasliklaring uchun, agar sizlarga baza bo'lsa agar, shu sohaga qiziqsalaring, shu o'rganib turinglar baribir, chunki o'qishga kirgandan keyin polibom sizlarda o'zlaringga osonroq bo'ladi nisbatan o'qib ketish, shu shart-sharoitga moslashib ketish. Xo'p, keyingi savol Misha akamizdan kelibdi ekan. Xo'p, yoshim 37 da, menga bormi o'qish uchun shans? Albatta, o'qish yoshi chegaralanmagan. O'qishga kiraman tez agar biz kirgiz bera olamiz. 55-60 yoshgacha o'qishga bemalol kirsangiz bo'ladi. Xoh ochniy, xoh zaochniy, xoh вечерний bo'lsin, farqi yo'q. Libos yo'nalishga kirgizib beramiz o'qishga. O'zingiz qiziqishingizdan kelib chiqib, shu birinchi o'rinda bu yerga siz bizga yozsangiz, biz sizga konsultatsiya beramiz. Mendan qiziqishlaringizdan kelib chiqib. Bo'ldi, hozircha kommentariyalarimiz juda ham ko'p edi, lekin biz shu kommentariyalarga javob berishni afzal bildik. Siz ham qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozing. Keyingi videoyimizda sizni kommentariyangizga javob berib qolamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat eshitganlaring uchun. O'qishga kirmoqchi bo'lsalaring, bizga bilan bog'laninglar. Masofaviy konsalting agentligi faqat sizlarni o'ylaydi.